Pacha filmini ko'rganlar ne eshitamiz? Film musor-ku, lekin rejissyor akamlarga omad, kelajakda yaxshi kinolar kutib qolamiz deb gapirayotgan haterman sog'lom tanqidchilarni 3 kun kuzatdim. Film sifati zo'r, lekin syujeti umuman tushunarsiz. Pulimga achindim. Nimasi buni yangi level deb aytayotgan yurtdoshlarimiz nuqtai nazariga kiramiz va bitta joyga qaramaymiz-da, o'ngga ham, chapga ham qarab ko'ramiz hozir. Deylik, siz aytayotgandek syujet slabый. Qachon balkim siz nimadir tushunmagandirsiz. Lekin siz sal kengroq ham qarasangiz bo'lardi-ku boshqa narsalarga masalan. Masalan, eng birinchi o'rinda ushbu filmning hype tufayli O'zbekiston kinosi o'zgarish arafasida turibdi. Chunki ushbu film kinoteatrda taqiqlangandan keyin O'zbekistonda kuchliroq hype ko'tarildi va shundan keyin prezidentimiz tomonidan ushbu taqiqlar olib tashlandi va naborot o'zbek kinosiga ko'proq fokus qaratildi. Qachon shunga xursand bo'lsanglar bo'lardi masalan. Va ikkinchi o'rinda bunaqa masshtabda triller janri O'zbekistonda birinchi marta ishlanishi. Kinoni sifatini shu sotib olib ko'rganlar ko'rgan bo'lsanglar kerak realni sifatni. Chunki ushbu film ustida ko'plab professionallar ishlagan va yetmaganiga rejissyori o'zi ochiq Instagram akkaunti bor, og'zi bilan aytib turibdi. Bolalar, bu meni birinchi ishim. Kamchilik bo'lsa uzr deb. Kamchilikni topganinglardan keyin aytosizlar, "Voy, musor ekan, pulimga achindim, lekin oka kutib qolamiz yaxshiroqlarida." Hazillashyapsizlarmi? Rejissyor ham odam-ku, ertaga onasini ham qilmasam ham bo'lar ekan shu kinoni, dvorsi nima bo'ladi? Как minimum shu triller janrida, ya'ni O'zbekiston uchun notanish bo'lgan janrda ijod qilayotgan rejissyordan ayrilamiz. Ko'pida jahon kinosi bozoriga chiqishi maqsad va orzu qilayotgan odamdan ayrilamiz. Futboldan misol, Husanov birinchi o'yinida Manchester Cityda katta xato qilgan va uni darvozasiga gol urilishiga sababchi bo'lib qolgan. Biz o'sha paytda bo'lmasa ekan Husanov, musor, papam, taram, papam deb tashlasak bo'lardi. Lekin biz Husanovga ishondik va xohladik uni super zvezda bo'lishini. Nimaga? Chunki har birimizning mamatimizda mashincha bo'lsa ham vatan tuyg'usi bor. Biz xohlaymiz O'zbekistonni kimdir bo'lsa ham ko'proq tanitishini. Bironta o'zbek sportchisi yoki musiqachisi chet elda nimadir qilib qo'ysa, "Voy, O'zbekiston, biza bu, biza" deymiz. Shu rejissyor ham shu biza, "O, bizani kino, bu bizani kino" deb dunyoga baqirishimiz uchun harakat qilyapti. Men to'g'risi juda xohlayman shu o'zbek kinosi jahon bozoriga chiqishi, shu koreyslarga o'xshab, qozoqlarga o'xshab, naqib faxrlanib yurish shularga o'xshab. Shuning uchun men xohlardimki, prosta hate bilan sog'lom tanqidni ajratib olishinglarni. Hate qilasizlar-da, keyin kommentda yozsa, "Oka, men hate qilmayapman, men tanqid qilyapman" deysizlar. Xullas, любой rejissyoringiz, любой janrda o'zining vaqtida qanaqadir kamchiliklari bo'lgan. Hozir shedevr deb hisoblaydigan rejissyorlaringiz. Men 100% ishonaman, o'zbek xalqi bir-birini qo'llab-quvvatlashi boshqalarga qaraganda ko'proq tushunadi, lekin oxirgi paytda shu Instagramda hate temasi juda aktual bo'lib qolgan. Shuning uchun qo'pol qilib aytganda negativ bo'lmaylik, sal uzoqroqni ko'rishni bilaylik, iltimos. Va shunaqa ijodkorlarni to'g'ri tanqid qilish va shu bilan birgalikda qo'llab-quvvatlashni o'rganinglar. Hammaga rahmat. Men sunnat namozibdan keyingi ishini aniq kutib qolaman. Shu tubuk meni hate qilayotgan odamlar o'z labini tishlab qolish uchun.